Konkurent yasab oladimi o'zidan? Nima keragi bor bunaqa qilish? Konkurent bo'lma, sen havaskor bo'l, havas qil, aka-uka bo'l, yaqin bo'l, samimiy bo'l. Dushman bo'lib oladi bir pas. Anu mamda qilibdi. Sen o'zi kecha chiqding-ku. Mendan keyin chiqding-ku. Nima qilasan men bilan talash? Nima qilasan konkurent yasab o'zingdan? Kerak emas narsalar. Dushmanchilik, adovat uyg'otadigan narsalar kerak emas. Hayotda do'st bo'lib yashash kerak. Samimiy yashash kerak. Men unaqa, sen bunaqa deyish kerak emas. Shu sohadagilarga, bizning yo'nalishda yurganlarga omad tilayman, faqat mardona bor. Buni men qildim, men oldim, u qo'ydi, bu bilmovdi, men qildim. Men deyurish bilan hech narsaga erishmaydi odam. Qarasangiz, men unaqa qildim, men unaqa. Men deyish inson manmanlikka olib boradi. Bu adashtiradi. Siz ko'ryapsiz, boshqa odam qilibdi, o'shandan o'rgandingiz. Uyalmang bundan. Ayting, palonchidan, Usomadan ko'rdim, o'rgandim. Men ham shuni qilyapman. Nasibam bo'lsa shundan rizqimni topaman, deng bo'ldi. Hech kim sizni urishib bermaydi. Qaytang bu mard bola ekan deydi.